Bet urullaştırılışı. Biz tayyorlagan hujjat materiallarimizni balkim printer bilan qog'ozga besib chiqarishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa buni PDF qilib saqlab boshqalarga avatishimiz mumkin yoki o'zimiz ishlatishimiz mumkin. Endi buni ishlatgan vaqtdami kompyuterda ko'rishimiz mumkin, taxta kompyuterda ko'rishimiz mumkin yoki telefonda ko'rishimiz mumkin. Bunday holda biz ishlatish o'rnini qarab turib bu betni tanishimiz lozim. Masalan, qog'ozga bosgan vaqtda buni qanday qog'ozga bosamiz? Qog'ozning cho'ng kichikligi qanday bo'ldi? Ya'ni kengligi qancha santimetr, egizligi qancha santimetr? Yoki bo'lmasa bizningki ishlaydigan printerimiz qanchalik cho'nglikda bosa oladi? Bu ahvollarni cho'qim bilishimiz kerak. Ondan telefon yoki taxta kompyuterlarda ko'rgan vaqtimizda bu betni biz cho'ng yasab olsak, kichik ekranda bu xat normal ko'rinmaydi. Şuna bu ihtiyacımı o'ylashib, navada PDF chiqarmoqchi bo'lsak, telefon uchun kichikroq, kompyuter yoki taxta kompyuter uchun cho'ngroq bet yasab, yana qog'ozning cho'ngligini shu buncha tanishib, undan keyin saqlab chiqarishimiz kerak. Endi biz bet urulashtirishda o'rganadigan mazmunlar qog'ozning cho'ng kichikligini tanishish, qog'ozning yo'nalishini tanishish, ya'ni tikmi yoki yantimi. Ondan betning girvekleri. Biz bunu amaliy misal orqali ko'raylik. Betninki urulashtirishni tanishish uchun asosiy tizimlikdan bet loyihasi degan tizimlikni tanlaymiz. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, bir qism xosliklar bor. Bu yerda tekst yo'nalishi. Ya'ni bu tuz yo'nalishdimi yoki tik yo'nalishdimi? Odatda biz normal ahvolda tuz yo'nalishda yozamiz. Tekstni alayda ihtiyoç var olsa tik qilib ishlatsak bo'ldi. Masalan, tomlog'i chaplaydigan, uzuni sig'ilgan hujjatlar yoki biz ba'zi tekstlarni ko'p betga besib, undan keyin uni chaplab, cho'ngaytib ishlatadigan ehtiyojlar bo'lsa-mu, tik bosadigan ba'zi ehtiyoj tug'ildi. Undan keyin girvak, yo'nalish cho'ngliqi. Bu yerdagi cho'ngliqi qog'ozning cho'ng kichikligini ko'rsatadi. Odatda ishxonalarda mutlaq ko'p qism ahvolasida A4 cho'ngliqdagi qog'oz ishlatadi. Bu xalqarada umumyuzlik eng keng ishlatiladigan qog'ozninki cho'ngliq o'lchami, ya'ni A4 qog'oz. A4 qog'ozning cho'ngliqi odatda 21 cm kenglikda, 29,17 cm egizlikda bo'ldi. Onundan başqa hozir davlatimiz ichida ba'zi kitobninki burungi o'lchamlari bo'yicha 16 ga 32 ga degandek har xil cho'ngliqlar bor. Buni odatda Wordda ta'minlangan cho'nliqlarni o'zimiz bevosita tanlab ishlatsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa, alayda ehtiyojimiz bo'lsa, biz qog'ozninki cho'ng kichikligini o'lchab olib, qancha santimetr shuni kirgizib ishlatsak bo'ldi. Bu yerda tayyor bağ qog'ozini biz bevosita yerdan tanlasak bo'ldi. Masalan, A3 qog'oz. Buni aytdi cho'ng qog'oz. Ishxonada ko'p ishlatadiganimiz A4 qog'oz. Normal ahvolda mush qog'ozni ishlatamiz. Xat bu odatda ko'rinuvchi shakldagi kichikroq xatlar. Ondan o'zimiz xohlagancha yozmoqchi bo'lsak, bu yani tanlagandan keyin qog'ozning kenglik va uzunligini santimetr shaklida yozib bersak bo'ldi. Masalan, kichik kitobcha bir narsa olib qolsa, buning cho'ng kichikligini 10 santimetrda 18 santimetr deganga o'xshash qimmatni yozib, ma'qul knopkasini bossak, bu qog'ozning cho'ng kichikligi shu cho'nglikqa o'zgaradi. Onundan keyin qog'ozning yo'nalishi. Normal ahvolida biz qog'ozni tik shaklda ishlatamiz. Ba'zi alayda ahvollar bo'lib qolsa, yana o shaklda ishlatsak bo'ldi. Masalan, bir betlik taklifnoma yoki bir yerga chaplaydigan ko'rsatma deganga o'xshash narsalar bo'lsa, qog'ozni yan tualetga kelib ishlatamiz. Shu bu vaqtda qog'ozning yo'nalishini
uzun buyuğa tengsek bu qog'oz keng ama egizligi sal qisqa oldu. Buni betni kichiklasak taxmini qiloldi. Yine bu xil şekilde. Yani yanto şekilde. Yani normal ahvalın aslında tik şekilde işletiyoruz. Üçüncü olup bugündüğümüz girvek. Bu yerdeki girvek dediğimiz adette biz qog'ozga xat basgan vaqtimizda qog'oz to'lig'icha xat basmaymiz. Yani buningki üst qismida ma'lum o'rin qolib qoldi, o'ng, so'l, hatto asti qismidami ma'lum o'rin bo'sh qolib qoldi. Bu har qanday kitob, gazeta, jurnalda shu bo'yicha ishlatamiz. Hamda bu oraliqninki cho'ng kichikligini o'zimiz tanishib ishlasak bo'ldi. Bu normal holatda mana bu yerda girvek deganni tanlasak, üstüden 2,5 santi, astidan 2,5 santimetr, o'ng so'ldan o'xshashla 2,5 santimetrdan bo'sh o'rin qoldi. Navada bu girvekdan qolgan o'rinni tarroq qilmoqchi bo'lsak, bu tar deganni tanlasak, 1 santimetrdan ortiqroq o'rin qoldi. Yani bu vaqtda bir betga patadigan mazmun ko'paydi. Elbette bek az o'rin qolib qo'ysak ko'rinishiga ta'sir etadi. Lekin tüplashning ehtiyoji yoki boshqa ehtiyoj tufaylidan buning girvekni o'zimiz xohlagancha o'zgarsak bo'ldi. Navani atrofidan texmi cho'ngroq o'rin qo'ymoqchi bo'lsak, keng deganni qo'ysak bo'ldi. Yoki bo'lmasa o'zimiz xohlagan qimmatni yezib bersak bo'ldi. Yani bu girveklerden üstünden qanchalik o'rin qo'yma, astidan qanchalik qo'yma, o'ngdan qanchalik, so'ldan qanchalik deganlarni hammasini yezib bersak bo'ldi. Ondan navada tüplaydigan o'rnimiz, ya'ni qog'ozninki tikadigan o'rnidan jiqroq o'rin qo'ymoqchi bo'lsak, bu yerdan yana o'rin qo'yib qo'ysak bo'ldi. Masalan 1 sant o'rinni ortiqroq qo'yman deganga o'xshash. Ondan bu tüplash siziqi qayerdan bo'ldi? Hanzucha İngilizce materiallar olsa adeti sol taraftan tüplaymiz. Uygurca materiallarını o'ng taraftan tüplaymiz. Yine bazı alayda ahvallarda qog'ozning üstüden tüplaydigan ishlar bor. Lekin astidan tüplaydigan ehtiyoj asosan ko'rilmaydi. Shu bu yerdan tüplaydigan o'rinni ko'rsatib bersak bo'ldi. Bu vaqtda tüplashga bu aslidagi girvekdan sırt yani ma'lum o'rinni qo'yib qo'ydi. Sen ma'qul deb bastok. Bu girvekni bekkan qilib o'tibdimiz. Aslida normal deb undan keyin hisoblasak mana o'ng tarafdan tuplaydiganligimiz uchun bu yerdan bir qadar ko'proq o'rin qo'yib qo'ydik. Yani biz girvek xosliqlardan xohlagan qimmatni kirgizib, o'ng so'l ast ustidan o'rin qo'yib qo'ya olamiz. Shunday qilib bu yerda biz boya tanlagan yo'nalish, ya'ni tikmo yoki uzun bo'yig'imi buni tanlab bergan bo'ldi. Bu bet o'rinlashtirish to'g'risidagi so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlarimiz.